Yunusobod 11-kvartal Novostroy Comfort House'dan uyimizga chiqyapti. 3 xona 7-etaj uyimiz. Yangi avtorskiy remontdan chiqqan. Hop. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Bu yoqda o'zini stroy mebellarni qilib ketishgan ekan mana. Sразу chap qo'limizda tualet mana, разделный. Bu yog'imizda vanna qismimiz bo'ladi. Vannasini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kirmoshlarni ham qo'yib ketishibdi. Hop, o'ng qo'limizda zalimiz bo'ladi. Zalda ham katta, keng, to'rtburchak zal bo'libdi mana. Chiroyli qilib qo'yishibdi zallarni ham, ko'rsanglar bo'ladi. Televizorni ham qo'yib ketishgan. Uyimizdan 74 kvadrat. Hop. O'ng qo'limizda oshxona qismi bo'ladi. Oshxonada mana bu mebellarni qilib qo'yishibdi, xolodilnikni qo'yib qo'yishibdi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Duxovkalar ham hamma narsalari bor, oynasi bor. Yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan. Hop, to'g'rimizda bu yog'imizda spalni xonamiz bo'lyapti. Mana spalnida ham kerakli hamma narsa qo'yib ketilgan, mebel, texnika, hamma narsasi bor. Yo'qda balkoni ham bor o'zini. Chap qo'limizda detskiy xonamiz bo'lyapti. Mana detskiysi ham bitta karavot qo'yib qo'yishibdi. Dars qilishga shkaflari bor, hamma narsasi bor. Hop, uyimizdan 74 kvadrat, Megaplanet metroga yaqin. Hop, uyimizdan narxini 128 ming deb so'rashyapti. Yana sunnatiga ozgina o't berilgan joy bor. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborli uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimiz Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ssilka orqali o'tsangiz bo'ladi. Ssilka profilimizda bor.